Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz Toshkent viloyati Bo'ka tumani Bo'ka mahalla fuqarolari yonida joylashgan eski nomi Kichik Qalg'amsir Ukubay mahallasi 51-uy sotilgan uy-joyimiz obzoriga keldik. Toshkent viloyatidan uy izlagan tanishlaringiz, yaqinlaringiz bo'lsa, jo'natib qo'yish sizlardan chiqmasin. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Uyni tashqaridan ko'rinishi, chegarasi mana qo'ralar bilan qo'yilgan. Men turgan joydan Toshkentgacha, Qo'yliq bozorigacha bo'lgan masofa 80 km, Bo'kagacha bo'lgan masofa 25 km. Mahalla chetida joylashgan uy-joyimiz sotiladi. Bu tarafda Xitoylar qurgan quyosh paneli bor. 700 gektar joyga mana quyosh panel qurgan. Ish bilan ta'minlanadi. Bu yerda ish bor. Kelaman degan odam chorvachilik, dehqonchilik, parrandachilik bilan shug'ullansa bo'ladi. Hozir men uyni ichini obzorini boshlayman. Keyin esa yerlarini, chegaralari bilan ko'rsatib o'taman, tanishtirib o'taman. Uy ichini obzorini boshlaymiz. Suv bor, ichimlik suvi. Mana gaz, bir oyda gaz ballon bilan ta'minlanadi. Svet bor, Wi-Fi bor. Tortib olsanglar bo'ladi. Mana bu yoqda ovqatlanadigan xonamiz, oshxona. Bismillahirrohmanirrohim. Kiraverishi 1000 ga ovqatlanadigan joylari. Tandir o'choq. Bemalol gaz bilan bir oyda bir keladi. Ichkari ham bor xona. Hovli qarang, qanaqa chiroyli, toza, akkuratniy joylar. Gullar ekib qo'yilgan ekan mana. Uzumi bor. Uzumni chiroyli qilib tepaga ko'tarib so'rib qo'ysa bo'ladi bu yoqqa. Mana bu ikkinchi yashash xonalarimiz. Mana bemalol kirib ko'rishlaringiz mumkin. Katta zalxona, birinchi xonasi ekan. Zal. To'g'ridan spalni. Ikkinchi xonasi, spalni xonasi. Bu yerda yashash yana bir xonamiz bor. Bu uchinchi xonasi. Bu yoqda garaj qilsa ham bo'ladi, bir mashina turadigan joy bor. O'zimiz mashina turadi bu yerda. Mana bu yoq naviyasimizda kechqurun ertalab bemalol toza havoda choy ichib o'tirsanglar bo'ladi. Mana kadastr dokument hujjati, umumiy yer maydoni 45 sotixli uy-joy. Hokim qarori 15 sotiqqa chiqarilgan. Dokumentlar joyida hammasi. Bu tomorqasi. Birinchi hosilimiz olingan. Fasol ekib yig'ishtirib olganmiz. Yaqinda o'rniga mana makkani ekib qo'ydik. Bir yilda ikkita hosil. Dehqonchilik bilan shug'ullanaman degan. Xona, molxona. Parrandachilik bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Bu yoqda molxona. Kichkina molxonamiz bor. 5-6 ta mol bemalol sig'adi. Mana bu chegaralarimiz. Mana xurmo, gilos, olcha hamma daraxtlardan bor. Mana bu chegaralar. Mevali daraxtlar bor ekan. Chegarasi mana bu daraxtlar. Ya'ni yong'oq. Olma, olcha daraxtlar. Mana chegara, qo'ralar qilib qo'yilgan, ko'rinib turibdi. Mana qo'radan pastiga ham bemalol 5-6 ta mol boqsalaringiz bo'ladi. Mana yaylov katta pastlarda ham. Bizga qarashli bu yoqlar ham. Mana qo'radan tashqari u yog'ida ham Yaylov bor. Yaylov bor ekan. Mana u yog'ida ham yaylov. Hech kimniki emas, davlatniki. Hozir bu yoqdan
Uyning orqa tarafini ko'rsatib qo'yay. Mana bu yoqlar ham yaylov. Cho'rg'ochlik qilsanglar bo'ladi. Mana chegara bu yoqda ko'rsataverasiz, mana bu yoq. Zo'r soya, Mana salqin shunaqasi. joylar. Juda ham zo'r. Bu yoqda chegaralar. Polniy mana shu qo'ra bilan qo'shalgan. Rosa yong'oqlari ko'p ekan mana. Zo'r. Qarang, gullarni qarang. Uyda Qanaqangi orqalarini. chiroyli. Supurgi. Uyda orqasi, yoni Orqa tarafi. chegara. Ha, mana uyning orqa tarafi. Hamma joy chiroyli. Ko'rgan odam ko'zi quvonadigan joylar. Zo'r lekin. Uyning narxi $28,000 kami bor, kelishiladi. Mana uy egasi. Xudo xolasa kelaveringlar, kelishtirib chiroyli qilib beramiz narxni.